Endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab atroflicha qonuniy asosda o'rganib chiqiladi. Assalomu alaykum mehribon xalqim. Assalomu alaykum janob prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men qayta video qo'yibman, qayta murojaat qilyapman. Hatto portalga men raqamiga janob prezident shaxsan o'zlarining qabullariga kirishni xohlayman. Shaxsan o'zlariga murojaatimni aytishni xohlayman deb murojaat qoldirganimga mana bir haftadan o'tdi. Nima sababda oddiy xalqqa bo'xtonlar yog'dirib, yolg'on xabarlar tarqatib, yo'q narsalarni qilmagan ishlarini qildim deb, qilmagan yordamlarini qildim deb video qilib yuborsalar, chiqarsalar, viloyatgacha yuborsa, prezidentimiz vakillari, viloyat hokimi Adiz Boboyev, siz tumandagilar, tuman hokimiyatidagi xotin-qizlar sovet raisiga, zam glavvrachga shularning yolg'on so'zlariga ishonasizmi? Nima uchun xalq uchun ishlamayapsizlar? Nima uchun xalq uchun kurashmayapsizlar? Samarqand viloyat hokimi Adiz Boboyev Kattaqo'rg'on unchalar uzoq emas-ku. Bitta yurtboshimiz, janob prezidentimiz butun O'zbekistonni qaysi bir xalqiga, qaysi bir fuqarosiga bo'lsinlar. Bir marta kelib natijani shuncha shu ayol zorillayapti. Biror marta bir ayol yo'q qabulingizga meni qabul qilmadingiz. Bir og'iz ayolni qabulimga olib kelinglar, qabulingizga ham kira olmayapman. Yo bir marta kelib bemorni ko'rgan kishi bo'lib bolamning holatini ko'rmayapsiz, eshitmayapsiz. Men respublika ichki ishlariga yolg'on xabar tarqatganlari uchun, uyimga ruxsatsiz kirib kelib video qilganlari uchun, meni sog'ligimga zarar keltirib, asab qildirib ketgan, yurak kasal qilib qo'yganlari uchun bular ustidan shikoyat qilgan edim. O'zimizni tuman ichki ishlar bo'limiga jo'natganlar. Mahalla noziri kelib video qilib ketganiga ham bir hafta bo'ldi, yozdirib ketganiga ham. Ish prokurorga sudga oshadi. Yo shunchaki yopib ketdilar hamma murojaatimni, men ishonmayapman hech kimga. Janob prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, iltimos qilaman. Mana bolamga yordam beringlar. Sog'ayish uchun, oyoqqa turish uchun yordam beringlar. Mana hozir yana mazasi bo'lmay qiynalyapti. Kimga telefon qilay, kimni chaqiray? Kuchli mutaxassislar nazorati kerak. Viloyat sog'liqni saqlash vaziriga qanchalar aytyapman. Kelib va'da berib ketganida har oy viloyatdan boshdan oyoq tekshiruv o'tkazadigan shifokorlar jo'natamiz. Kelib tekshiruv o'tkazib, har oy o'zgarishlarini bilib, kamchiligiga qarab qo'shimcha lecheniyalar yozib, dori-darmonlariga yordam bersa bo'ladi-ku. Yo'q, aksincha bizali tumanimiz xonadonimga bostirib kirib, video qilib, homiydan so'radi, meni majburlab. Mana shu holatda yotaveradimi oddiy xalqni? Oddiy xalq yolg'on xabar chiqarsa birdan ichki ishlarga oshib ketadi. Bularchi nima uchun bularning xabarlari yolg'on xabarlar? Menga 3-moshin kerak deb kimga aytdim? Bitta xonadonimda bitta tirikchiligimiz uchun bitta taksiz qiladigan mashinasi bor-ku. Nimaga hech kim tekshirmaydi? Xo'jayinim taksiz qiladi. 3-moshin kerakmi deb sarlavha qo'yib videolar tarqatdi. Kattaqo'rg'on tuman hokimligi Telegram lechkalariga. Nima uchun? Shuncha yil Rossiya davlatida yurib, hamsiya haqlarim shuncha guvoh qoni qarindoshlar hammasi biladi. Hatto o'sha tikka qilgan qor kurab, shu o'ylarni qilgan farzandim to'yini qilolmay dunyoga ketdi. Mana bunisi bu holda yotibdi. Qanday vijdon bilan, qanday til bilan Allohdan qo'rqmay barcha uyimizga remont qilib berdik deb yolg'on xabar tarqatdi. Kim bularga jazo ko'radi? Kim bularga ozroq bo'lsa ham qonuniy chora ko'radi? Aksincha men qayta viloyat hokimining suratini qo'yib video qilib, bolam nazoratsiz qolib ketdi. Nazorat qilingan yo'q. Hech qanaqa yordam berilgan yo'q.
Faqat tuman shifoxonasidan detskiy pediatr mahalliy vrach kelib xabar olib turibdi. Mahalliy vrachimiz detskiy pediatr. Detskiy pediatr nima aqli yetadi, bu bemor emas-ku. Telefon qilsam bitta nevroxirurg Xudoni tonigan bola shu keladi. Qachongacha qiynalib yotadi? Qachongacha men sarg'ayaman? Qachongacha telefon qilaman? Vijdon bormi bularda? Allohdan qo'rqmaydilarmi? Meni ko'z yoshlarimni Alloh taoliga borganda javobidan qo'rqmaydilarmi? Iltimos qilaman, yordam bering. Janob prezidentimiz Shavkat Miromonovich, bor haqiqatni aytaman. Agar shu haqiqat uchun qonun doirasida men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, mayli jazo ko'ringlar. Nima sababdan tuman hokimi Jamshid Nasriddinov chet el davlatidan olib kelishdan oldin sizga murojaat bilan internet tarmoqlariga chiqqanimda telefonda ko'p va'dalar berishdi. Keling, o'zimizni yurtimizda hamma sharoit bor. Bolaga qaraymiz, qaratamiz. Yurtboshimiz shuncha qaror chiqargan. Nima uchun O'zbekistonga olib kelgandan keyin bolani bunaqa qilib tashlab qo'yishdi? Nima uchun meni bunchalar yolg'onchiga, noshukurga chiqarib meni xo'rlab kamsityaptilar? Nima sababdan meni viloyat hokimini tumanimizga kelganda qabuliga kirgizishga yo'l qo'ymadi? Nima uchun viloyat hokimiga 2 marotaba bordim ham kirgizmayapti? Nima sababdan? Hatto Sodiqjon degan yordamchisiga yig'lab ariza tashab keldim ham hech qanaqa arizam ko'rib chiqilmayapti. Nima uchun shunchalar hech kimni so'zi o'tmaydimi bizning viloyat hokimligiga, yo tuman hokimligiga, yo отдельно respublikami Samarqand viloyati? Prezidentimiz chiqargan farmonlariga bo'ysunmaydilarmi? Aziz Boboyev, siz videolarimni ko'rasiz-ku, nahotdan siz prezidentimizni vakilisiz, sizni xalqiz, sizni ham farzandingiz shu. Xalq uchun deyaptilar prezidentimiz. Lekin nima sababdan meni murojaatimni eshitmay, yolg'onchilarni videolarini ma'qullayapsizlar. Xalq deyishdinglar. Mana kommentariyalarni o'qing, janob prezident. Men qo'ygan videolarni kommentariyalarini o'qinglar. Nahot Allohdan qo'rqmasanglar, nahot 3 yildan o'tdi, 4-yilga o'tdi. Bularga qonun yo'qmi? Xohlasa uyimga 10 talab, 15 talab video kamera ko'tarib kelib, qorda kurab shipirgan uylarimni qilgan uylarimni, hovlimni yarmini sotib, sharoitini tiklab, remont qilgan uylarimni biza qildik deb baloga Saxovat Pesha fondidan ayollar daftariga, temir daftariga tiqib, Saxovat Pesha fondidan 22 millionlik quyosh panelini qo'yib 30 million deb yolg'on xabar tarqatib, hech qanaqa chora ko'rilmaydimi? Hech qanaqa. Nima bularni oyog'i yerdan uzilganmi? Bularga hech kimni so'zi o'tmaydimi? Bular prezidentga bo'ysunmaydimi? Iltimos, janob prezident, bir martagina eshiting. Iltimos qilaman Saida Mirzayevni. Eshitinglar meni. Shu ham shu O'zbekiston fuqarosi.